Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ishonch. Ishonch bu asosiy kuch, qaysiki odamlarni bir-biriga birlashtirib turadigan. Ishonch yo'qolgan paytda oilalar buziladi, ishonch yo'qolgan paytda dars buziladi, ishonch yo'qolgan paytda har qanday tadbirni oxirigacha yetkazish iloji bo'lmaydi. Biz dinda ham ishonch bilan qilgan ishimizni, ixlos bilan qilgan ishimizni iymonga tenglashtiramiz. Ya'ni kim Allohning borligi va birligiga ishonishimiz bu iymon. Demak, ishonch bu o'ta muhim narsa ekan. Endi ta'lim-tarbiyadagi ishonchning o'rni to'g'risida gaplashamiz. Ishonch o'zi asli nima? Shunga ta'rif berib olsak va keyin darsda va ta'lim-tarbiyada qanaqa qilib ishonchni uyg'otish to'g'risida birga mulohaza qilamiz. Ishonch bu insonni ma'lum bir hodisa, ya'ni ma'lum bir shaxs yoki ma'lum bir ritorikaga to'liqligicha boricha qabul qilishi. Ya'niki bir odamni to'liqligicha boricha qabul qilishingiz, yaxshi va yomoni bilan unga ishonishingiz. Yoki biron bir gapni yoki biron bir hodisani. Masalan, biron ishonchli odam nimanidir aytganda, siz uni tahlil qilmaysiz. Masalan, oyimiz yoshligimizda ertaklarni aytib berishgan, rostdan ham shunaqa bo'lgan deb tasavvur qilganmiz. Va hokazo hozirgi kunda ishonch bilan bog'liq bo'lgan ishlar ko'p va ishonchni suiiste'mol qilish ham bor. Endi ishonchga qanaqa kiriladi? O'qituvchining asosiy vazifalaridan bittasi o'quvchini ishonchiga kirish. O'quvchini ishonchiga kirish nimaga kerak degan savolga menimcha bu ritorik savol sifatida qabul qilsak, javob berish ham unchalik ham shart emas. Sabab ishonmagan odamingni orqasidan ergashmaysan. Ergashmaganingdan keyin uni na uy vazifasini qilasan, na uni darsda tinch o'tirasan, na uni darsida vaqt o'tkazasan. Xuddi shunaqa ota-onalarimiz orasida ham. Farzand va ota-onalar orasida ham. Agar bu narsa bo'lmasa, biz bilamizki, ma'lum bir strukturani o'ziga ega bo'lmaymiz. Ya'ni kim dars ham bir struktura deb qarasak, bir-biridan qurilib boradigan va nihoyat oxirida biron bir natija beradigan va o'sha natijaga erishmaymiz. Va ko'p holatlarda hozirgi kunda ayrim maktablarimizda o'qituvchiga bolani ishonmasligi yoki bolaga o'qituvchini ishonmasligiga guvoh bo'lib turibmiz. Endi ishonchga qanaqa kiriladi? Masalan, men birovni ishonchiga kirmoqchiman. Buning uchun nima qilishim kerak degan savolni o'zi bor-yo'g'i bitta javob bor. Ishonchga faqat mas'uliyat orqali kiriladi. Masalan, o'zimizda darsimizda bo'ladi, ayrim har doim o'z ishini mas'uliyat bilan qilib yuradigan bolalar bor. Uy vazifasini, sinf ishini ko'ngildagidek natijalarga ega, 4 mi, 5 mi halol bahosini oladi, imtihonda ko'chirmaydi. Ular 5-10 daqiqa darsga kech qolsa, uni sababini tushuntirsa, o'qituvchi oson ishonadi. Ha, shunaqa bo'pti rostdan. Keyingi safar ehtiyot bo'l deyiladi. Doim o'zi mas'uliyatsizlik qilib yurgan odam, o'z ishini vaqtida qilmagan odam yoki va'dasida turmagan odam, qaysidir ma'noda va'dasiga xilof qilgan ish odam yoki omonatga xiyonat qilgan odamni mas'uliyatsiz deb baholasak, u odamga ishonch bo'lmaydi. U odam o'zi har kuni vaqtida kelib turib, o'sha yerda ishni chala-chulpa qilib yurganida, o'sha kuni kech qolsa, albatta uni gapiga gumonda qaraladi. Endi mas'uliyatli bo'lish birovni ishonchiga kirishga yordam berar ekan. Farzandlarimiz kelajakda yoki o'zimiz o'z ishimizda birovlarni ishonchini qozonishimiz uchun, odamlar bizga ishonishi uchun biz mas'uliyatli bo'lishimiz kerak ekan. Endi kanalimiz ta'lim-tarbiya bo'lgandan keyin asosan shu yosh bolalarni ertaga hayotda ularga hamma ishonishi uchun, o'zimiz eng kamida ishonishimiz uchun, masalan, farzandimizga ishona olishimiz uchun nima qilishimiz kerakki, u bilan o'rtamizdagi ishonch darz ketmasligi uchun. Ham bitta katta odamni gapini eslab o'taman shu holatda. Ikkita o'g'lim bor. Ikkalasiga nisbatan munosabat ikki xil. Sabab biri ishonchni oqlaydi, biri ishonchimni oqlamaydi. Kattasi Xitoyga ketganda duo qilaman, yaxshi borib kel deb aytaman, chunki oson ishonaman. Kichkinasi qo'shninikiga chiqib kelaman desa, orqasidan chiqib poylayman. Rostdan qo'shninikiga chiqdimi, yo'qmi yoki aldayaptimi? Demak, mana shu nuqtada biz ko'ramizki, bir oilada, bir muhitda katta bo'lgan odamlarga bo'lgan munosabatni o'zi ikki xil. Demak, bu hammasi ishonchdan kelib chiqadi. Endi ishonchga qandoq kiriladi? Birinchi navbatda mas'uliyat dedik. Mas'uliyat bolaga o'rgatilayotgan paytda birinchi navbatda so'zga mas'uliyat o'rgatiladi. Ya'ni kim bola gapirayotgan gapini o'ylab gapirishni o'rgatish kerak. Bu juda katta narsa. Chunki qilolmaydigan narsasini va'da bergandan keyin bola qilolmaydi va mas'uliyatsizga aylanib qolishi mumkin. Ikkinchisi harakatdagi mas'uliyatga o'rgatish kerak. Masalan, bajarayotgan narsasini to'g'ri bajarsin. Rasm chizadimi u yoki bo'lmasa masala ishlaydimi u yoki qo'shiq aytadimi. Umuman tanasidagi har qandoq harakatni to'g'ri qilishga o'rgatish kerak. Endi mas'uliyatni o'rgatish biz endi buni bog'lab oldik. Odamlar bir-biriga mas'uliyat orqasidan ishonar ekan va mas'uliyatli bo'lish uchun odamlarda
eng kami ikkita narsa bo'lishi kerak ekan. So'zga mas'uliyat va harakatga mas'uliyat. Endi kichkina bolada qanday o'rgatiladi? E'tibor beradigan bo'lsak, yoshligidan o'zi maktabga chiqqan paytda birinchi navbatda bolaga kundalik tutiladi. Kundalik nima uchun kerak? Bu eslatmada. Dushanba kuni nima darsi bor, seshanba kuni nima darsi bor yoki bo'lmasam ulardan berilgan vazifalar qanaqa, o'shani betlarigacha va paragrafigacha ichidagi berilgan masala sonigacha hattoki yozib qo'yiladi. Demak, bu narsaga e'tibor berishi, har doim bolamizni daftarini ochishi, bilan birga ishlashi bizni o'zimizga odat qilib olmagunimizcha bola mas'uliyatli bo'lmaydi. Endi keyingisi o'sha mas'uliyatli bo'lishni o'rgatish uchun kerak bo'lgan ikkinchi moment bor, bu risk qilishni o'rgatish. Risk tavakkal deb nomlasak, tavakkal qilishni o'rgatish nima degani? Mana shu yerda nodonlik bilan tavakkal qilishni farqiga borib olishimiz kerak. Masalan, biz Allohga tavakkal qilamiz, lekin bizda dalil bor. Qur'on bor, payg'ambari so'zlari bor, hadis bor. Yoki biz ota-onamizni aytgan gapiga tavakkal qilamiz. Aytadi, "Men falon vaqtda kelaman" deydi. Nimaga? Chunki shu paytgacha kelgan, o'sha paytgacha poylab mana shu ishlarni qilib qo'ygan deydi. Yoki xuddi shunaqa biron bir ishonchli odamni gapiga tavakkal qilamiz, risk qilamiz, ishonamiz shu narsaga. Endi qachon nodonlik bo'ladi? Dalilsiz narsaga risk qilinsa nodonlik bo'ladi. Men bilmayman shu ishni oxirigacha borsa qanaqa yaxshi. Masalan, birinchi marta kelib turman bir anhorga, shu yerga kalla tashlamoqchiman. Uni tagida tosh bormi, yo'qmi bilan bilmayman. O'sha yerga kalla tashlab, u chuqur bo'lmasa, boshimni o'sha toshga ursam, bu nodonlik bo'ladi. Lekin tushib chiqib yurgan suvimda men bilsam, demak bu to'g'ri tavakkal bo'ladi. Endi to'g'ri tavakkal qilish, boyga risk qilish qanaqa o'rgatadi? Nimaga mas'uliyatli bo'lish uchun risk kerak? Chunki oddiy bitta misol, mana birinchi maktabga borganimizda qanaqa risk o'rgatiladi? Tushunmasanglar qo'linglarni ko'taringlar deb o'rgatiladi. Demak, harakat mas'uliyati o'rgatiladi. Bu risk qilish kerak, u qo'lini ko'tarib so'rash kerak. Kimdir uyaladi, kimdir boshqa qiladi. Shu narsani uyda sekin-sekin mashq qildirib olib borish kerak. Yoki o'qituvchilarimiz, dono o'qituvchilarimiz bor. Bolani harakatidan, gap so'zidan, imo ishorasidan uyalchangmi, u boshqami bilib oladi. Endi uyalchanglikni, hayoni yo'qotish kerak va riskka o'tib ketish kerak degan fikrdan yiroqmiz. Hayo bu odamning go'zalligi va bu jamiyatni yana ham ishonchliroq qiladi. Hayoli odamga ishonish osonroq bez odamdan ko'ra. Har doim shunaqa. Shuning uchun bolani behayo qilish to'g'risida gap ketmadi. Risk bu o'zini muammolari bilan bo'lishish, o'zini tuyg'ulari bilan bo'lishish, tengqurlari va ishonchli odamlar bilan. Qandoq biz riskka o'rgatamiz? Masalan, masalani yechib ko'radi bola. U mas'uliyatda bu yerda riskka nima aloqasi bor deyish mumkin. Men o'qituvchiman. Bola risk qilib yechib ko'rdi, chiqara olmadi, xato qildi. Unga yordam bergim keladi. U risk qilmadi, hech narsa qilmadi deb bo'sh qog'ozni ko'rsatib, "Men qila olmasam kerak" deyapti. Unga men qanday yordam bergim keladi? Uni o'zini ishiga ixlosi bo'lmagan paytda men unga mehrim qayerdan paydo bo'lsin? Demak, men unga mehr bera olmaganim bu ishonchsizlikdan bo'ladi. Demak, bola qilish kerak bo'lgan ishini qilib ko'rish kerak. Boyaga aytganimizdek, rasmni o'zi chizib ko'rishi, savollarni o'zi berib ko'rishi va hokazo va hokazo va hokazo. Uni qanaqa biza dalillaymiz, boyaga aytgandek, to'g'ri tavakkalga o'rgatamiz. Uyda shu narsani qilib ko'rish kerak. Tushundingmi degan savol bergandan keyin tushunganligini tekshirib ko'rish kerak. Demak, o'shanga bog'liq xuddi hozir o'rgatganimizdagi bir ikkita savollarni, misollarni berib ko'rish kerak. Xuddi shunaqa tabiat to'g'risida, bolani aqliga mos keladigan hayvonlar to'g'risida yoki bo'lmasam bola ko'zi ko'ri bilan ko'rib turganda tushuna oladigan narsalar to'g'risida ko'proq gaplashish kerak va uni fikrini eshitganingizdan keyin uni gapirayotgan gapini yo ma'qullashingiz yoki inkor qilganingizda dalillashingiz kerak. Xuddi shunaqa bola shunda o'z daliliga ishonib risk qilishni o'rganib boradi. Endi biz bolada boshqalarning ishonchiga kirishi qanchalik oson yoki qiyinligidan qat'iy nazar, qanaqa shunga olib kelishi tushunib oldik. Bu birinchi navbatda bolaning mas'uliyatli bo'lishi, so'zi va harakatiga, ikkinchisi shu so'z va harakatlarni o'zi tavakkal qilib, rizq qilib qilishiga olib keldik. Buni ko'rgan har qanday odam bolaga ishonadi. Endi keyingi narsa bor. Bu xulosa yasay olish. Ya'ni kim har qanday holatdan bola A yoki B xulosani yasashi keyingi xuddi shu harakatini yana qayta qilishi yoki qilmasligiga olib keladi. Xulosalarni yasash kichkina bolaga qiyin. Ayniqsa 3-4 yoshli bolalarga juda ham qiyin. Ular ko'pincha pragmatik nuqtai nazardan ko'ra ular ko'proq emotsional yoki bo'lmasam abstrakt narsaga ko'proq qaraydi. Ya'ni kim menga yoqdi yoki menga bu narsa qilgim kelyapti. Uni rostdan ham qanchalik qilayotganligini tushuntirib bera olmaydigan darajada ular tushunchalar beradi. Shunaqa holatda nima qilish kerak? Qaysi birini tanlashi yoki masalan u olma yegim kelyapti deganda qizilinimi, sarig'inimi yoki pyuresinimi, kompotinimi yoki bo'lmasa varenyasinimi degan savollar bilan
unga murojaat qilish to'g'ri. U keyingi safar nima xohlayotganini aniqroq aytishni boshlaydi. Bu nimaga kerak desak, mana shuncha fikr o'tdi kallamda, xulosam og'zimdan gap bo'lib chiqyapti. Men xohlayapman, men bila olaman yo qila olaman degan ko'rinishda chiqyapti u. Bu kichkina ikkita, uchta so'zlik oxiri fe'l bilan tugaydigan bitta darak gap ko'rinishda bo'ladi yoki undov gap ko'rinishda bo'ladi. Mana shu xulosalari yon atrofdagilarning unga ishonchini kuchayishiga yoki susayishiga olib keladi. Masalan, nega darsingni qilmading desa, qilgim kelmadi. Bu gap unga bo'lgan ishonchni pasaytirib qo'yadi. Shu paytgacha qancha ishonch bo'lsa ham pasayadi. Agar u tushuntirsa, men qila olmayman deb o'yladim. Men qilaman desam yoki qilsam ham qila olmayman deb o'yladim, qo'rqdim shu narsadan desa, "Ke qo'rqma, senga yordam beraman" deyish oson. Nega qilmading deb urushib ketgan odam keyingi safar o'zini aybi bilan boshqalar oldida ishonch yo'qotib qoladi. Endi biz o'quvchi yoki bolani ishonchiga bola birovlarning ishonchiga kirishi qanday bo'lishini o'rgangan bo'lsak, endi biz o'qituvchi, ota-ona sifatida qanaqa bolani yoki yon atrofimizdagi kasbimizga doir bo'lgan xodimlarning ishonchiga kirish to'g'risida gapirsak. Bu ham boyagi sxemaga tushadi. Biz o'zimiz ham mas'uliyatsiz yoki va'dasida turmaydigan yoki omonatga xiyonat qilgan odamga ishona olmaymiz. Endi bizni mas'uliyatimiz nimadan iborat? Men o'qituvchi sifatida aytaman. Birinchi navbatda kirgan paytimizda o'zimizda o'qituvchilik salohiyatini ko'rsata olishimiz kerak. Bizning mas'uliyatimiz tarixiy ko'rinishga ega. Ya'ni kim 1-2 minut kech qolganim bu mas'uliyatsizligimni ko'rsatmas. Lekin bola bergan savolga javob bera olmasligim shu paytgacha mas'uliyatsiz bo'lganimni isbotlaydi-da. Unga qiziq bo'lgan narsani tushuntirib bera olmasligim yoki qiziqroq qilib gapirib bera olmasligim yoki bolani ikkalasini bir-biriga yaqinlashtirib qo'ya olmasligim yoki shu guruhda umumiy qilib aytganda o'z hurmatimni qozona olmasligim bu mas'uliyatsizligimni ko'rsatadi. Endi keyingisi riskka bo'lgan narsa. Masalan, bola ayb ish qilib qo'ydi. Yoki bo'lmasa qattiqdir tushunmayapti yoki xatosi bor yoki maqtovga loyiq ish qildi. Men u paytda o'zimni obro'yimni himoya qilib bolaga yaqinlashmasligim bu risk qilmasligimni olib keladi. Masalan, nimaga unaqa bo'ldi? Ke sen bilan gaplashay desam, bola men bolani ishonchiga kirishni boshlayman. Chunki u nimadir gapiradi. Gapira olmaydigan bo'lsa yoki gapira olmayotgan bo'lsa yoki gapirmasa, demak sizga ishonmasligini bildiradi. Bu siz shu paytgacha qilgan ishingizni samaradorligi pastligini ko'rsatadi. Demak, birinchi navbatda bolani o'ziga qanaqa ishonchga kirishni o'rgatgan bo'lsak, endi biz ham shu ishonchga kirishni o'rganishimiz kerak. Bolani gapirayotgan gapi, qilayotgan ishi bizlar uchun ahamiyatliligini ko'rsatish kerak. So'z boyligimizni oshirishimiz kerak. Bir xil holatda shunaqa bo'ladi. Bolajonlar ko'p badiiy adabiyot yoki juda ko'p kino ko'rganligidan sizga gapirayotgan gapi, siz gapirayotgan gapidan ustunroq tuyuladi ularga. Demak, ularning darajasi va ulardan yuqori bo'la olishingiz bu ularning oldida mas'uliyatingizni ko'rsatadi va sizga ular ishonishni boshlaydi. Endi keyingi narsa albatta bizda natija degan narsa bor. Bizning xulosalarimiz, o'qituvchilarning xulosalari yoki ota-onalarning xulosalari bu natijalar. Masalan, siz juda ko'p gapiryapsiz, shu fanni o'qisang juda katta baraka topasan yoki shunga o'xshagan motivatsiyani beryapsiz, lekin shu fanda uzri o'zingiz baraka topmagansiz. Yoki ota sifatida siz tarbiyali bo'lsang shunaqa bo'ladi yoki oqil bo'lsang shunaqa bo'ladi yoki bilimdon bo'lsang shunaqa bo'ladi deysiz, lekin o'zingiz hayotingizda bu narsani amalda ko'rsatmayapsiz. Yoki o'zingiz so'kinib yurib uni so'kmasligini so'rayapsiz yoki o'zingiz yolg'on gapirib yurib, o'zingiz mas'uliyatsiz bo'lib turib undan shu narsani kutyapsiz. Bu albatta ishonch sindiradi. Endi oxirgi momenti bu boshqalarning sizga bo'lgan ishonchiga kelamiz. Demak, o'qituvchini boya natijasi dedik. Masalan, siz o'qitayotgan bola qanaqadir natijalarga erishyapti. Shu erishayotgan natijasi sizga bo'lgan ishonchni olib keladi. Bu narsa haqida katta gap gapirishimiz ham shart emas, chunki biznes shunga asoslangan. Siz va'da qilgan narsani berdingiz, keling, shu yerda rohat bo'ladi dedingiz, sizni makoningizga kelib odam rohat oldi yoki shuni sotib oling, foyda ko'rasiz yoki men pishirgan ovqat shirin dedingiz va uni odamlar sotib oldi, shu narsa keldi. Demak, natija oxirgi ishonchni belgilab beradi. Endi ishonchni yo'qolishi nimaga olib keladi desa, ruschada reputatsiya degan so'z bor. Ya'ni obro'ni yo'qolishiga olib keladi va siz ularni qalbidan chiqib ketasiz. Qalbdan chiqib ketish bu nima degani? Ya'ni sizni ular o'z ko'ngliga qabul qilmaydi degani, bu nima degani? Siz ulardan ayrilib qoldingiz degani. Assalomu alaykum. Ishonch to'g'risidagi leksiyamizda bir narsa esdan chiqdi. Bu ishonchni yo'qolish sabab bo'ladigan asosiy omillardan biri zulm va o'zaro munosabatlardagi ustoz, o'quvchi, ota-ona, do'st, birodardagi eng katta zulmlar adolatsizlik. Ya'ni birovni
imkon darajasida eplay oladigan ishini emas, eplolmagan darajasida uni ko'tarish, masalan 2-3 ga o'qigan odamga 4-5 qo'yishimiz yoki qilgan yaxshi ishlarini inobatga olmasligimiz. Shu ko'rinishdagi zulmdan kechmagunimizcha biz ishonchni tiklay olishimiz yoki bizga kimdir ishonchini qabul qila olmaymiz. Rahmat. Hech kimni ishonmasligi yomonmi yo odam o'ziga ishonmasligi yomonmi? Albatta inson o'ziga ishonmasligi yomon. Bu har qandoq ishga qo'l urishga xalaqit qiladigan devor. Birovlarni ishonmasligichi desa, albatta bu ham yomon. Lekin birovlarni ishonchiga qayta kirish mumkin. Sababki siz qilgan xatolarni vaqt o'tib tushunganingizni isbotlasangiz bo'ldi. Masalan, bir odam juda ko'p alkogolizm balosiga yo'liqqan bo'lsa, keyin shu narsani tashlab, to'g'ri yo'lga tushsa, to'g'ri yo'lga tushgan odamni 5-6 oy, 1 yil davomida kuzatsa, unga bo'lgan hurmat sekin-sekin tiklana boshlaydi. Lekin o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qligi yomon. Endi qanaqa qilib odam o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketishi mumkin? Demotivatsiya deydi yoki odamni o'zini mahorati, imkoniyatlarini cheklangan deb o'ylashi bir xil holatda pessimistik dunyoqarashim deb qabul qilamiz. Melanxoliya deb ham buni qayerdadir nomlashadi. Temperament, xarakter nuqtai nazaridan kelib chiqib, bularning hammasi nimadan kelib chiqadi desa, bu o'ziga bo'lgan ishonchni boshlanishidan noto'g'ri rivojlangandan kelib chiqadi. Bu narsaga kelib qolish uchun nima qilish kerak desa, o'zini qilishi mumkin bo'lgan ishlarni qilmasdan turib, boshqalarning qilayotgan ishini tomosha qilish o'ziga yetadi. Masalan, menda o'zimda bo'lgan voqeani aytib beraman sizlarga. Futbol o'ynashga o'rtoqlarimiz chaqirgan paytda men aytardim, yo'q, men o'ynamay qo'ya qolaylik. Chunki ko'p vaqt o'ynamaganmiz umuman, aktiv jismoniy mehnat bilan, masalan, basketbol, futbol yoki voleybol degan narsalarni. Keyin bir shunaqa voqea bo'ldi, adashmasam shu litsey yoshida edik, 13, 14 balki 16 yoshlarda edik. Hech qaysi komandaga olinmagan bolalar futbol o'ynab qoldik-da. U komandada ham 4-5 ta bola, hech qaysi komandaga to'g'ri kelmaydigan, terma jamoasiga to'g'ri kelmaydigan o'ynasa so'kish tashlagan. Bizda ham shu. O'ynadik, bir 4-5 mi, 3-4 mi nechidir shot bo'ldi. Men bir 2 ta gol urdim o'sha yerda. Demak, odam o'ziga bo'lgan ishonchni tiklash uchun kichkina narsalardan boshlash kerak ekan. 20 kilo toshni ko'tara olmasangiz, 2 kilodan boshlang. Endi o'ziga bo'lgan ishonchi o'lib qolishi yomon narsalarga olib keladi. Autizm degan kasalliklar bor, xudo ko'rsatmasin suitsid degan narsalar bor. Shuning uchun bu ota-onalarimiz va ustozlarimiz bo'ynidagi yukki, bolani imkoniyati darajasidagi muhitda o'stirish kerak. Bu video material bo'ladimi, audio material bo'ladimi yoki kitob bo'ladimi? Qila olmaydigan masalasi bor, og'ir. Hali o'zi u mayli 5-sinfda o'qisa ham, o'zi 2-sinfdan bir matematika o'qimagan bolaga qiyin masalani berib qo'ysangiz, bir marta imtihonda o'tirsa yetadi sindirishga uni. Yodlolmaydigan 40 qator she'rni bersangiz, o'zi 4 qator yodlab qolsa, esdan chiqargan xotirasi pastroq bo'lsa, u hech qachon u sizni faningizga qiziqib yoki shu ishga qarab ketmaydi. Shuning uchun osonidan, o'ng'aydan boshlash kerak va shu narsaga e'tibor berish uni o'ziga bo'lgan ishonchini sinib qolmasligiga olib keladi. Bu nimaga olib keladi desa, bir kunmas bir kun katta natijalarga olib keladi. Bir rivoyatda o'qigan edim, u yerda bolasini ayblari uchun sho'xroq bolani nimada Makkada imom bo'lgur deb qarg'ar ekan. Demak, oddiy shu so'ziga ham e'tibor berganda u. Ya'ni kim bolani yomon ishida ham yaxshi narsani umid qilgan. Shunaqa ko'rinishda yondashishimiz uni o'ziga bo'lgan ishonchini tushib ketmasligiga olib keladi. Hozir kunda mana atrofimizdagi statistik ma'lumotlarni yig'ib berishda juda ko'p miqdordagi odamlar 50% dan ko'p yoshlarda o'z imkoniyatlarini to'g'ri chamalay olmaslik yoki past baho berish, boshqalarning muvaffaqiyatini ko'rgan holatda men baribir shunaqa bo'la olmayman degan fikrga kelib qolish bor. Bu nimadan keladi desa, ishonch ham bir daraxt kabi. Bola tug'ilganda o'sha o'zini ishonchi bilan tug'iladi. Chaqaloqqa qarab tursiz, ishonch bilan shu sut emishga kirishadi. Chaqaloqqa qarab tursiz, ishonch bilan qattiq yig'laydi qorni og'rigan paytda, birovga o'zini muammosini aytishga harakat qiladi. Riski ham bo'ladi, o'zini ishiga mas'uliyati ham bo'ladi, qorni ochganda yig'laydi va hokazo va hokazo va hokazo. O'zi qiziqqan narsasini qo'li cho'zib oladi va hokazo. Shu narsani demak o'sib borish mumkin bo'lgan narsaligini tushunish kerak va shu bilan ishlash kerak.
ishlash shu boyagi aytganimizdek oson va kichkinalardan, eng kichkina shu qo'l ko'tarishdan, fikrni aytishdan, uni isbotlashdan, dalillashdan boshlash kerak. Umid qilamiz, hamma qilayotgan mehnatlarimizni natijasi o'laroq bolalarimiz, o'quvchilarimizni kelajakda o'ziga bo'lgan ishonchi yetarlicha bo'ladi va atrofdagilarni ularga bo'lgan ishonchi ham kuchayadi. Kelajakda mana shunaqa, man yoshligimda shunaqa bolalar bor edi. Tengqurlarimiz yaxshi hayotni istab boshqa davlatga ketadi yashash uchun. Nimaga desa, shu hayotini shu davlatdagi o'zini hayotini ertaga yaxshi bo'lib ketishiga ishonmaydi. Umid qilamiz kelajakda ko'p odamlar O'zbekistonda yashab, o'zini hayotini tiklab olishiga ishonadigan darajada yaxshi jamiyatni qura olamiz. Bunga hammamizni kuchimiz yetadi deb o'ylayman. Rahmat.